Bugun biz lipidlar haqida gaplashamiz. Lipidlar har bir tirik organizmlarning har bir hujayra membranasining muhim qismidir. Yaqindan qarasak, lipidlar har bir hujayrani o'rab turuvchi fosfolipid membrananing tarkibiga kiradi. Ko'pchilik lipidlarni yog' deb o'ylaydi. Masalan, tanadagi yog'. Yog'lar organizmda uzoq muddat energiya zaxirasi va issiqlikni saqlash, izolyatsiya vazifasini bajaradi. Ammo yog'lar lipidlarning faqat bir turi xolos. Yog'lardan tashqari moylar, mumlar, steroidlar ham lipidlarga kiradi. Steroidlarga misol: xolesterin, testosteron, estrogen. Lipidlarning umumiy xususiyatlari: ular suvda erimaydi. Lipidlar nimadan iborat? Lipidlar organik makromolekulalar, ya'ni katta molekulalar bo'lib, tarkibida uglerod, vodorod, kislorod mavjud. Bunday molekulalar kichik birliklar, monomerlardan tuzilgan. Lipidlar asosiy monomer yog' kislotalari. Yog' kislotalari uglerod atomlaridan tashkil topgan zanjirdan iborat bo'lib, ularga vodorod atomlari birikkan bo'ladi. To'yingan yog'lar saturatsiya. Uglerod har bir atom bilan 4 ta bog' hosil qila oladi. Agar uglerod atomlari faqat bitta yakka bog'lar orqali bog'lansa va barcha mumkin bo'lgan joylarga vodorod biriksa, bu to'yingan yog' kislota deyiladi. Tuzilishi to'g'ri, tekis, molekulalar zich joylashadi, xona haroratida qattiq bo'ladi. Masalan, sariyog', hayvon yog'i. To'yinmagan yog'lar. Bu yog'lar uglerod atomlari orasida bir yoki bir nechta ikki bog' mavjud bo'ladi. Tuzilishi egilgan, bukilgan, molekulalar zich joylasha olmaydi. Xona haroratida suyuq bo'ladi. Misollar: o'simlik moyi, zaytun moyi. Triglitseridlar, lipid polimerlari. Lipidlarning polimeri triglitserid deb ataladi. U quyidagilardan tashkil topgan: bitta glitserol, 3 ta yog' kislota. Agar triglitserid faqat to'yingan yog'lardan iborat bo'lsa, to'yingan. Agar tarkibida bitta to'yinmagan yog' bo'lsa, to'yinmagan hisoblanadi. Xulosa: lipidlar hujayra membranasining asosiy qismi. Energiya zaxirasi va issiqlikni saqlaydi. Gormonlar hosil bo'lishida qatnashadi. Tarkibi uglerod, vodorod, kislorod. Monomer yog' kislotalari. Polimer triglitserid. Farqi: to'yingan yog' qattiq, to'yinmagan yog' suyuq.